Assalomu alaykum bizning hurmatli kuzatuvchilar va bizning obunachilarimiz. Xullas biz bugun sizlar bilan qanday qilib AI asl videolar qilishni va u orqali daromad qilishni ko'rib o'tamiz. Qani bo'lmasamki biz birinchi o'zimizning Telegram kanalimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu Telegram kanalimizda sizlarga har xil ma'lumotlar, har xil qiziqarli videolar va motivatsiyalar tashlab boriladi. Asosiysi ko'pgina nima deydi bu boshqa odamlar pulga sotayotgan kurslarni va o'sha yerdagi darslarni biz g'irtekinga berib yuboryapmiz do'stlar. Darslarni qilib beryapmiz. Shuning uchun o'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Har xil monetizatsiya xizmatlari bo'lsa, har xil kichik kanallar yonish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozirgi videomizda biz mana bunaqa videolar qilishni o'rganamiz. Qani bo'lsam ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, bizda namuna bor va biz buning uchun nima qilamiz? Biz birinchi o'zimizning akkauntimizga kirib olamiz. Masalan shu. Va ChatGPT degan bizda sayt bor. ChatGPTga kiramiz. Va biz shunday narsa olishimiz kerakki, ChatGPT bizga tushunib, AI ga moslashgan promptlarni yozib berish kerak. Buning uchun biz nima deymiz? Salom, ChatGPT. Menda bir AI asmer video uchun promptlar kerak. Kamida 10 ta bo'lishi shart deb yozib qo'yibsizlar. Hamma biz o'zimiz ishlatayotgan saytlarni, har xil prompt taglarni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Shuning uchun Telegramni bemalol topib olib ishlatsanglar bo'ladi. Telegramda juda ham oson bo'ladi. Biz endi tushuntirib beramiz. Davom etamiz. Mana shu bizda o'zimizga kerakli bo'lgan prompt AI asl videolar uchun hisoblanadi. Mana bizga yozib beryapti ChatGPT prompt, ikkinchi prompt, uchinchi prompt, ichimliklardan bir ho'plam, Tretopiki degan bitta ovqat degan, kimbap degan ovqat bor ekan. Har xil shunaqa yakuniy minnatdorchilik. Endi bu o'zbekcha tushunyapti va biz bunga aytamiz. Inglizcha qilib ber. Meni kuzatuvchilarim Koreyadan. Shunga Koreya boy bo'lsin, Koreya stil bo'lsin. Nimaga do'stlar, Koreya deb yozayotganimning asosiy sababi bunaqa videolar koreyslar tomonidan qilinadi ko'proq. Koreyslarga o'xshatib qilsanglar realniga o'xshaydi va sizlarning prosmotlar olishiga yaxshiroq hissa qo'shadi. Shuning uchun koreyscha qilib, koreys sifat bo'lsin deb yozamiz. Keyingi videolarda har xil boshqa yo'nalishlarni ham ko'rsatib o'taman. Buning uchun likelarni bosib, kommentariylar yozib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Do'stlar, ko'rib turishingiz mumkin. Pulling, ramen, closer, xullas shunaqa. Bizda endi keyingi yana bitta ajoyib sayt bor. Grok AI. Tekin hisoblangan nima deydi? Elon Musk tomonidan yaratilgan, kimdir yaxshi inson tomonidan yaratilgan AI hisoblanadi va bunda Imagine bo'limi bor. Imagine bo'limi, mana Imagine bo'lim. Endi ustiga rasmni tushyapsiz, rasmga o'xshagan yana bitta ikon bor va biz bu yerdan mana bu yerdan yangi o'yin ochiladi. Bu yerdan biz videoni tanlaymiz. Mana video izobrazeniya turadi, ustiga bosib videoni tanlaysizlar va mana bu uzunchoq video formatga olib chiqasiz 3:2. ChatGPT ga o'tamiz va mana bu birinchi nima deydi, promptni tashlab olamiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu bo'lguncha biz ikkinchi promptni ham olib kopirovat qilib turamiz. Bu juda ham qisqa vaqt ichida qilib beradi. Ungacha o'yincha pauza qilib turishi mumkin. Mana bizda chiqib oldi. Mana bu chiroyli erkak salomlashyapti. Buni biz skachat qilib olamiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Va biz mana bu yozadigan joyga yana ikkinchi kopirovat qilib olgan videomizni, promptimizni tashlaymiz. Yana mana bu uzatish tugmasini bosamiz va bu yerda sanoq ketadi. Bu bo'yicha biz 3-promptni kopirovat qilib olamiz. Men bu hammasini qilib olguncha nima deydi? Pauza qilib turaman, chunki videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun. Mana do'stlar, hamma videolarni chiqarib oldik. Ko'rib turishingiz mumkin, bizda juda ham ko'p videolar tayyor bo'ldi. Mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta har xil boshqa chiroyli videolar chiqib qolishi mumkin, lekin unga e'tibor bermasdan ChatGPTdan boshqadan prompt so'rasizlar, g'alati bo'lib qolibdi, yosh bola bo'lib qolibdi deb. Va bizda yana bitta eng kerakli narsa, orqa fondagi no copyright relaxing music deb qidiramiz. Bu yerda bizga bir qancha saytlar kelib chiqadi. Relax music mana Pixabay-dan olsanglar juda ham yaxshi. O'zingizga kerakli bironta chiroyli videoni olasizlar, just relax mana shu birinchidan eshitib beramiz. Endi buni saqlanib qilib olamiz kompyuterimizga yoki telefonimizga. Bu juda ham oson, men sizlarga maydalab tushuntirganim uchun, tez ishlamaganim uchun sekinroq ish qilyapmiz. Xo'p, xullas. Videolarimiz tayyor bo'ldi. Endi doimgidek movaviy dasturimizga videolarimizni tashlab olamiz. Har xil o'zimiz yaxshi to'g'ri chiqqan videolarni tashlasak, hammasi yaxshi bo'ladi. Orada mana bu suv ichishlarni ham chiqarib oldik. Xo'p, bizda qanaqa videolar bor desak, mana bu videoni tashlaymiz. Tashlaganimizda bizda shunaqa o'ynashiladi. Mavavida kapkutda o'zi to'g'rilangan bo'ladi. Change deb bosamiz, bo'ldi mana. Buni tashlaymiz. Buni tashlaymiz.
tayyor bo'ldi. Agar o'zingizlar ko'rsanglar, speedrun qilib ko'rsanglar, qancha vaqt ketishini o'zingizlar bilardinglar. Bu hozir maydalab tushuntirganim uchun juda sekinlashib ketdi. Keyingi videolarda qanaqa darslik qilib ko'rsatay, kommentariylarga yozib ketinglar. Menga unaqa darsliklar yo'nalishim olmay emas, sizlar so'ranglar, men sizlarga video darslik qilib beraman. To'liq videoni Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Kerakli kadrlarni olib tashlaymiz va o'rniga boshqa ChatGPTdan so'raysizlar. ChatGPTdan so'raysizlar, qilib beradi boshqa prompt. Mana ko'ryapsizlarmi? O'sha xirishlarli bo'lib qolsa biron joydan videolarni ovozlarni va o'zingizlar hali internetdan asma ovozlarni qo'shib, agar ovozi past bo'lsa, bunday asmalarni yetin joylarni qo'shib olsangiz mumkin. Va bu videomiz tayyor bo'ldi. Buni eksport qilib men sizlarga tashlab beraman. Asma deb nomlaymiz va chiqib ketamiz. Xullas, bugungi videomiz shunday iborat edi. Keyingi videolarda qanaqa darslik qilib chiqaray, o'zingiz izohlarga yozib ketinglar. Keyingi videolarda uchrashamiz.